Assalomu alaykum. Mana bugun 12 dekabr. Birinchi operatsiyamiz bu yumurtqasi diz churasi, 3-4 umurtqani diz churasi, ya'ni miyelopatiya asorati, bemorda titraparez. Bemor yurishlar qiyin, biroz qo'llarda uyushish, kuchsizliklar bo'lgan. Bemorga bugun 3-4 umurtqalararo diskni total disk ektomiyasi va kej yordamida mahkamlash operatsiyasi o'tkazdik. Ya'ni mana bunday kej qo'yildi. Kej qo'yib mahkamlandi. Operatsiyamiz 1 soat 10 minut davom etdi. Hozir bolalar tikishyapti. Azizjon, Ulug'bek, glавный anestezologimiz Mavlon Ismatovich. Rahmat Mavlon aka. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog'lik salomat bo'linglar.